Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz turbo motorlar, ya'ni turbinaga ega bo'lgan ichki yona dvigatellari haqida o'rganamiz. Ushbu dvigatellar hozirda ommalashmoqda. Buning asosiy sabablari yoqilg'i sarfini kamaytirishi va atmosferaga kam miqdorda zaharli gazlar chiqarishi. Qancha kislorod ko'p yetkazib bersa dvigatel ichiga, ya'ni motorning ichiga, shuncha yoqilg'i yaxshi yonadi va zaharli gazlar miqdori kamayadi, atmosferaga chiqadigan zaharli gazlar miqdori. Shuningdek, yoqilg'i sarfi ham kamayib, ekonom rejim ta'minlaydi. Ushbu qurilma ikkita asosiy qismdan iborat, ya'ni turbina asosiy qism va kompressor qismi qo'shimcha qism sifatida hisoblanadi. Turbina qismiga issiq tutun keladi, mana bu yerda mana issiq tutun kelib, o'zining kinetik energiyasi orqali turbinani paraklarini harakatga keltiradi. Natijada kinetik energiya, ya'ni tutunning kinetik energiyasi mexanik energiyaga o'tib, val orqali kompressorning paraklari harakatga keladi. Natijada bu yerda havo so'riladi. Havo so'rilib, ko'p miqdordagi havo dvigatelga haydaladi. Endi esa shu turbinaning ishlashini o'rganamiz. Mana bu yerda mana kompressor havoni so'rayapti, mana. So'rilgan havoni bosim beryapti. Natijada havo qisman qiziydi, o'shani radiator orqali sovityapti. Qizigan havoda kislorodning miqdori kam bo'ladi, chunki zichligi kamayib ketadi. Radiator ikki xil turini ko'rsatyapti, ya'ni atmosfera havosi orqali sovitiladigan radiator va mana suv bilan sovituvchi radiator haqida ma'lumot beryapti bu yerda. Umumiy ko'rinishi, ya'ni o'sha turbinani va kompressorning umumiy ko'rinishi. Mana bu yerdan shu motordan chiqqan issiq tutun turbinaga urilib, turbinani harakatga keltiryapti. Turbina ushbu kinetik energiyani mexanik energiyaga o'tkazib, mana bu yerda kompressor harakatga keltiryapti. Natijada motorga yetarli miqdorda kislorod boryapti. Umumiy ko'rinishi, ushbu qurilmaning asosiy kamchiligi turbina qismida qizish yuz beradi. Bu esa samaradorligini pasaytiradi va turbina qismi tez ishdan chiqadi. Lekin uning afzalliklari bu kamchilikni o'rnini bosadi. Misol uchun, yoqilg'i sarfining kamayishi va atmosferaga zaharli gazlarning chiqishi kamayishi ushbu narsani o'rnini bosadi.